Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Mening ismim Doston, Pastdarg'om filiali, Agrobank Pastdarg'om filiali boshqaruvchi o'rinbosari Bekovs boshlig'iman. Sizlarning bu yerga yig'ishimizdan maqsad tadbirkorlarga qo'llab-quvvatlash, ularga sharoit yaratib berish, ularni g'oyalarini haqiqatga aylantirish, ularga ko'mak berish asosiy vazifamiz. Hozir bankimiz tomonidan 312 insoniy qarorga asosan kredit berilyapti tadbirkorlarga. 100 milliongacha garovsiz, 100 milliondan ortiq 300 milliongacha garov bilan berilyapti. Agar kimda ayollarga 19% dan, qolganlarga 21% dan berilyapti. Kimda talabi bo'lsa kreditga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin yoki boshqa kimda qandaydir masalalar, tadbirkorlik qilishga xalal qilayotgan masalalar bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Qolaversa 50 milliongacha mahalla loyihasi dasturi doirasida kredit beryapmiz. Ayollarga 23% dan, erkaklarga 25% dan.